Terma jamoamizga mutlaqo respekt, chunki mag'lubiyatga uchragan bo'lsak ham yaxshi o'yin namoyish eta oldik va eng muhimi albatta gol urdik. Hozirroq kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, jahon chempionatiga oid bo'lgan barcha yangiliklardan qolib ketmaysiz. O'yin boshida darhol o'zi darajalar sezilayotgan edi, chunki Kolumbiya bu turnirda birinchi marta o'ynamayotganligini namoyish etishni boshladi. Bizning terma jamoamiz esa debutant ekanligini isbotlab qo'ydi. Ya'ni o'yin paytida ham yaxshilab ahamiyat bergan bo'lsangiz, sal qo'rquv bor edi. Ammo shunga qaramasdan gol o'tkazib o'rganimizdan keyin o'zimizni yig'ib olib, to'g'ri hujumiy o'yin namoyish etmadik. Har bir xil paytlarda zerkallik ham bo'ldi. Ammo biz birinchi marta chiqamiz. Shuni ham albatta inobatga olishimiz kerak. Va shunga qaramasdan ikkinchi bo'limda 60-daqiqada Abbosbek Fayzullayev gol urib, bu o'yinga kichik bo'lsa ham intriga qaytardi. Ammo afsuski 5 daqiqa o'tgach, Luis Diaz sababli o'zini darajasini namoyish etib, gol urib ketib, oxiri shu bir hisobda mag'lub bo'ldik. Ammo shunga qaramasdan, bunaqa kuchli terma jamoaga qarshi yaxshi o'yin namoyish etganimiz albatta hammani xursand qilgan bo'lsa kerak. Xo'sh, nima deb o'ylaysizlar? Biz guruhdan chiqolimiz ham? Izohlarda yozib keting.